Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Va nihoyat mana Quvasoyga ketaverishdi. Yo'lni bo'yida mana propan zapravkaga yangi ochilgan bu yer. Bu yerga hozir mana ichkariga xolos natijli patologlarni qo'ydik. Xudo xolasa buni video syomka qilib mana chiqaraman. Mana ajoyib ideal holatda chiqdi. Bu yerda o'sha qora glansiga yangi partiyadan qildik. Ideal holatda chiqdi mana ko'ringlar. Kayfiyat tiniqlik mana past ko'rsatishiga ham qaratinglar. O'ta tiniq, o'ta ideal holatda. Chiroyli. Yo'qamiz buni. Mana ajoyib holatda. Xudo xolasa shunga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Juda ham chiroyli holatda bitti ishlarimiz.